Bunday o'ylab qarasam akalarim, o'zimizni Instagramimizchi ancha tinch ekan. Hali jinniki trendlarni ham odam sag'indi to'g'risi. 2 kundan beri Telegramga kiraman, bitta yaxshi xabar yo'q. Onasini ham kimdir raket uchiryapti. Kimdir kimgadir o't ochyapti. Tavba qildim. Bitta hali akani taniyapman, shuncha xabarchi. Trump degan aka bor edi-yu. Ashakani qo'jonlarini tanimayman. Nima bo'lyapti o'zi to'g'risi bu? Bitamtelar yo'qmisizlar ash tarafdan bunday o'tkazib munozara mahallasi gap kirib beradigan, ular yarash o'ynatib beradigan. Anjarli 2 toshdan bor jo'natgan, Leboyga nos chektirib gapga soladigan bolalar bor. Shunday nos chektirib nima mushotdi aka siz o'zi deb turibdi. Yarash o'ynatib beradigan bolalar bor to'g'risi. Shuncha qalbani ichida bitta narsa o'ylantiradi. Men hali uylanmadim to'g'risi. Ashi o'ylantiryapti. Bo'ydagi g'ami urushayotganlarda ular tarafdan ham tinchlik olsin, bizga o'xshab. Tinch yashagan yaxshi-da.